Assalomu alaykum aziz vatandoshlar, hurmatli musofirdagilar, aynan Sankt-Peterburg shahrida yashab yurgan vatandoshlarimiz. Ancha vaqtdan beri, demak Rossiya hududida почти 5-6 yildan beri vatandoshlarimizga patent olish bo'yicha va boshqa dokumentlar bo'yicha amaliy yordam ko'rsatib kelganman va bu faoliyatimni 2025-yil 14-iyul kuni to'xtatishdi. Va men 1 yil davomida hech kimga hech qanaqa dokument qilib berganim yo'q va men bundan keyin ham bu dokument yo'nalishida ketmoqchi emasman. Sizlar uchun yuridik uslugalarni taklif qilmoqchiman. Demak, Rossiya hududida, aynan Sankt-Peterburg shahrida bo'lsanglar, boshqa shaharlarda distansionniy, ya'ni masofadan turib yordam bera olamiz. Запрет депорт водворения bekor qildirmoqchi bo'lsanglar, через sud orqali barchasi qonuniy. Yo bo'lmasa qanaqadir jinoiy ishga aralashib qolgan bo'lsanglar, sizlarga kuchli advokat xizmati kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Aynan Sankt-Peterburg Lenoblast bo'yicha отдел politsiyaga tushib qolgan bo'lsanglar va qonun bilan, davlat bilan qanaqadir muammolarga uchragan bo'lsanglar, advokat xizmati, yo bo'lmasam shtraflaringni bekor qildirmoqchi bo'lsanglar, qolib ketgan shtrafni to'lamoqchi bo'lsanglar, bizada to'lab berish xizmati, yo bo'lmasam hamma dokumentinglar bor, qanaqadir tushunmovchilik bo'yicha отдел politsiyaga tushib qoldinglar va muammolaringni hal qila olmayapsizlar, bemalol bizga murojaat qilsanglar bo'ladi. Yo bo'lmasam dokument подготовка paket, RVP, VNJ, pasportga подготовка paket kerak bo'lsa, dokumentlaringni professional darajada yig'ib, topshirib, 100% topshirishni xohlasanglar, bemalol menga murojaat qilsanglar bo'ladi. Yo bo'lmasa yana bitta kichkina xizmatimiz, patent olayotganlaringda o'tgan yilgi muammolar yoki bo'lmasam shu yil o'zingizlarda 100% ishonch bo'lmasa, sizlarda patent olishda muammolarim bo'lib qolishi mumkin yoki patent ola olmasligim mumkin, dokumentlarimni analiz qilib bering desanglar, bemalol men sizlar dokumentlaringizni ko'rib, analitik xizmati bor bizda. 100% ko'rib, tushuntirib bo'ladi, bo'lmaydi, oldindan 45 mingga tushgandan ko'ra arzimagan 2-3 ming rubl bilan muammolaringni hal qilsanglar bo'ladi. Ekranda raqamimni qoldiraman. Bu meni shaxsiy raqamim. Bemalol telefon qilsanglar bo'ladi. Demak, yana bitta narsa, mendan konsultatsiya olmoqchi bo'lsanglar, yuridik konsultatsiya, ya'ni muammolaring bo'yicha qanaqa muammoni ahamiyati yo'q. Bu ham platniy usluga. Suhbatlashish ham pul turadi. Bemalol aloqaga chiqsanglar, WhatsAppdan yozsanglar, konsultatsiya uchun to'lov qilsanglar, konsultatsiya qilib beramiz. Hamma dokumentlaringni ko'rib, 100% ishonchli, kafolati men bilan bemalol Sankt-Peterburg, Lenoblast, amaliy, distansionniy boshqa viloyatlarga, Rossiya hududida barchaga yordam beramiz. Bu videoni aynan siz uchun, ya'ni meni Instagram, YouTube, TikTokda kuzatadigan vatandoshlarim iltimosiga binoan, iltimos nomeringizni qo'ying, sizni yordamingizga muhtojman, sizni yo'qotib qo'ydik deganlari uchun qo'yapman. Men sizlarni hammanglarni yaxshi ko'raman, hurmat qilaman va albatta yordam qo'limdan kelguncha beraman. Bemalol aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Agar telefon ishlamay qolsa, WhatsApp orqali SMS yozsanglar javob beramiz. Hammanglarni yaxshi ko'raman.